Assalomu alaykum. Qadrli futbol ishqibozlari. Siz kuzatayotgan kanal bu Secret X. Bu yerda biz shunchaki futbol yangiliklarini aytmaymiz. Biz futbol ortidagi hikoyalarni, hissiyotlarni, qahramonlarni va tarix yaratadigan narsalarni siz bilan birga tahlil qilamiz. Avvalo kanalimizni kuzatib borayotgan, har bir videomizni ko'rib, fikr bildirayotgan barcha muxlislarimizga katta rahmat aytmoqchimiz. Sizlarning har bir laykingiz, har bir kommentariyangiz va har bir obunangiz bizga katta kuch beradi. Chunki YouTube'da eng katta boylik bu faqat raqamlar emas. Eng katta boylik bu ishonchli auditoriya. Sizlar bo'lmasangiz Secret X ham bo'lmasdi. Bugun Secret X kanalimiz 2000 ta obunachiga erishdi va sizlar bilan 2 millionlab obunachiga erishishga birga harakat qilamiz. Shuning uchun videoning oxirigacha biz bilan bo'ling va albatta o'z fikringizni kommentariyada yozishni unutmang. Biz ularni o'qiymiz va imkon qadar javob beramiz. Aziz futbol muxlislari, bugungi videomiz oddiy mag'lubiyat haqida emas. Bugungi video hurmat haqida, xarakter haqida va O'zbekiston futbolini dunyoga o'zini qanday tanishtirgan haqida. O'zbekiston Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda 3-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Albatta natija ko'pchilik muxlislarni xafa qildi, shu jumladan bizni ham, chunki millionlab yuraklar g'alabani kutgan edi. Ammo ba'zida futbol faqat hisob tablosidagi raqamlar emas, ba'zida bitta harakat butun xalqning hurmatini qozonadi va aynan shunday voqea Abduqodir Husanov bilan sodir bo'ldi. Husanovning insoniy harakati butun dunyoda e'tibor qozondi. Kolumbiyaga qarshi bahs vaqtida maydonda juda qizg'in kurash ketayotgan edi. Har bir futbolchi to'p uchun kurashmoqda. Har bir soniya muhim. Ana shunday vaziyatlarning birida Abduqodir Husanov maydon chetida ishlayotgan translyatsiya operatori bilan to'qnashib ketdi. Bu oddiy epizoddek ko'rinishi mumkin, ammo haqiqiy sportchining darajasi aynan shunday vaziyatlarda bilinadi. Husanov voqeadan keyin operatorning holidan xabar oldi. Unga tezroq sog'ayib ketishini tiladi va eng chiroyli tomoni, u operatorga o'z imzosi tushirilgan maxsus futbolkani sovg'a qildi. Bu futbolka shunchaki kiyim emas, bu hurmat ramzi. Bu futbol maydonida raqobat bo'lsa ham insoniylik doimo birinchi o'rinda turishini ko'rsatadigan belgi. Ko'pchilik futbolchilarni faqat himoyadagi harakati yoki statistikasi bilan baholanadi, ammo ba'zi futbolchilarni xarakteri bilan eslab qolishadi. Husanov ana shunday futbolchilardan biri bo'lib bormoqda. Aytgancha, futbol muxlislari juda qiziq xalq. O'yin vaqtida pas ber, oldinga chiq, murabbiy almashtir deb televizor oldida butun taktikani o'zgartirib yuboramiz. Uyda o'tirgan muxlisning qo'lida na hushtak bor, na murabbiylik litsenziyasi, lekin futbol haqida gap ketganda ba'zida butun shtabdan ko'proq reja tayyor bo'ladi. Mana shu futbolga bo'lgan muhabbat bizni birlashtiradi. Super kompyuter O'zbekiston haqida nima dedi? Endi esa eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzuga o'tamiz. Super kompyuter, statistik tizimlar, foizlar, raqamlar. Opta statistik portali Jahon chempionatining birinchi turidan keyin yangi hisob-kitoblarni taqdim etdi. Unga ko'ra, O'zbekistonning chempionlik imkoniyati juda past baholandi. Atigi 0.02%. Bu raqamni ko'rgan ayrimlar, demak, hammasi tugadi deb o'ylashi mumkin. Lekin futbol muxlislari biladi. Futbolni kompyuter emas, futbolchilar o'ynaydi. Kompyuter futbolchining yuragidagi ishonchni o'lchay olmaydi. U stadiondagi millionlab muxlislarning ovozini hisoblay olmaydi. U futbolchining oxirgi daqiqada bor kuchi bilan yugurishini ham bashorat qila olmaydi. Agar futbol faqat statistikaga bog'liq bo'lganida, sensatsiyalar bo'lmas edi. Kichik jamoalar katta jamoalarni mag'lub eta olmas edi. Lekin futbolning go'zalligi ham shunda. Super kompyuter hisobiga ko'ra, O'zbekistonning play-off bosqichida chiqish imkoniyati taxminan 20% dan yuqori deb baholangan. Albatta, yo'l oson emas. Oldinda Portugaliya kabi kuchli raqib bor, ammo imkoniyat hali mavjud. James Rodriguez O'zbekistonni tan oldi. Eng qiziqarli jihatlardan biri shundaki, Kolumbiya sardori James Rodriguez O'zbekiston haqida juda ijobiy fikr bildirdi. Ko'pchilik kuchli jamoalar kichikroq raqib ustidan g'alaba qozongach oson bo'ldi deb aytishi mumkin. Ammo James boshqacha fikr bildirdi. U O'zbekiston taktik jihatdan kuchli va himoyada juda tartibli o'ynaganini ta'kidladi. Bu oddiy gap emas, chunki James Rodriguez katta tajribaga ega futbolchi. U jahon chempionatlarida o'ynagan, u katta stadionlarni ko'rgan, u kuchli raqiblarga qarshi maydonga tushgan. Shunday futbolchining O'zbekiston bizga qiyinchilik tug'dirdi deyishi, bu jamoamiz uchun katta e'tirof. Jamesning aytishicha, O'zbekiston chuqur himoyalanadi va unga o'zining odatiy zonalaridan erkin harakat qilish qiyin bo'lgan. Bu esa Cannavaro jamoasining taktik jihatdan to'g'ri tayyorgarlik ko'rganini ko'rsatadi.
Kolumbiya murabbiysi ham O'zbekiston haqida gapirdi. Kolumbiya bosh murabbiyi Nestor Lorenzo ham O'zbekiston o'yini haqida fikr bildirdi. U raqib tartibli va himoyada zich harakat qilganini aytdi. Bu ham juda muhim baho, chunki futbol olamida kuchli jamoalar har doim raqibning kuchli tomonlarini tan oladi. Kolumbiya g'alaba qozondi, ammo ular ham oson o'yin bo'lmaganini yashirmadi. Endi oldinda Portugaliya sinovi, endi esa barcha e'tibor keyingi uchrashuvga qaratilgan. Portugaliya, Ronaldo, katta tajriba va katta nomlar. Ko'pchilik bu bahsni juda qiyin deb hisoblaydi, lekin futbol tarixida ko'p marta shunday bo'lgan. Bir jamoaga imkoniyat berilmagan, ammo ular maydonga chiqib hammani hayratda qoldirgan. O'zbekiston uchun eng muhimi ishonchni yo'qotmaslik, har bir vaziyat uchun kurashish va o'z futbolini ko'rsatish. Aziz muxlislar, sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozing. O'zbekiston Portugaliyaga qarshi qanday natija qiladi? Husanov yana qahramonga aylana oladimi? Super kompyuter xato qilishi mumkinmi? Sizningcha O'zbekiston guruhdan chiqish imkoniyatini saqlab qolganmi? Fikringizni yozing, biz albatta o'qiymiz. Yana bir muhim narsani aytib o'tmoqchimiz. Secret X kanali bu futbol muxlislari uchun yaratilgan. Bizning maqsadimiz sizlarga sifatli futbol kontentini taqdim etish. Shuning uchun kanalimizda odamlarni qimorga pul tikishga yoki xavfli odatlarga undaydigan reklamalarni targ'ib qilishni istamaymiz. Biz uchun eng katta qiymat sizlarning ishonchingiz. Futbol bu pul tikish emas, futbol bu hissiyot, futbol bu tarix. Futbol bu millionlab insonlarni birlashtiradigan o'yin. Agar siz ham Secret X rivojiga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Do'stlaringiz bilan ulashing, chunki sizning bitta laykingiz ham biz uchun katta motivatsiya. Bir mag'lubiyat yakun emas, hikoya hali tugamadi. O'zbekiston hali kurashmoqda. Oldinda yangi o'yinlar, yangi imkoniyatlar, yangi tarix. Biz esa bu tarixni siz bilan birga kuzatamiz. Bu Secret X. Futbol biz bilan. Olg'a, O'zbekiston. Aziz muxlislar, videoga like bosishni unutmang. Chunki futbolchilarga stadionda 12 o'yinchi kerak bo'lsa, YouTube kanaliga esa sizning laykingiz 12-qo'llab-quvvatlovchi bo'ladi. Faqat bitta farq bor. Futbolchi 90 daqiqa yuguradi, siz esa 1 soniyada like bosasiz, lekin ta'siri juda katta. Kommentariyada fikringizni yozing. Biz o'qiymiz, bahslashamiz, ba'zida kulamiz. Chunki futbol faqat natija emas, futbol bu hissiyot.